Al Jazeera nashrining 15 fevral kuni e'lon qilgan maqolasida Isroil mudofaa kuchlari tarkibida G'azo sektoridagi urushda 50 mingdan ortiq xorijiy fuqarolar qatnashgani ma'lum qilingan. Ular orasida 264 nafar O'zbekiston fuqarosi ham borligi qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonliklar Isroil armiyasida xizmat qilayotgan xorijiy fuqarolar soni bo'yicha 126 ta davlat orasida 27-o'rinni egallagan. Ushbu shaxslar Isroil fuqaroligiga ham ega bo'lib, ayrimlari bir vaqtning o'zida bir nechta davlat fuqarolari hisoblanadi. Nashrga ko'ra, G'azodagi harbiy harakatlarda qatnashayotgan xorijiy harbiylarning asosiy qismini AQSh va Yevropa davlatlari fuqarolari tashkil etadi. Xususan, hozirda Isroil armiyasi safida kamida 12135 nafar AQSh fuqarosi xizmat qilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, 6127 nafar Fransiya, 5067 nafar Rossiya, 3901 nafar Germaniya, 3210 nafar Ukraina, 1686 nafar Buyuk Britaniya va 1675 nafar Ruminiya fuqarolari ham Isroil armiyasi tarkibida bor. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Isroil armiyasida xizmat qilayotganlar soni bo'yicha O'zbekiston yetakchi bo'lib, ushbu davlatdan 264 nafar fuqaro qayd etilgan. Shuningdek, Qozog'istondan 192 nafar, Qirg'izistondan 55 nafar, Turkmanistondan 33 nafar va Tojikistondan 8 nafar fuqaro Isroil armiyasi safida xizmat qilayotgani bildirilgan. Huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar G'azo sektoridagi ehtimoliy harbiy jinoyatlar bilan bog'liq holda xorijiy fuqarolarning ishtirokini o'rganish va ularni javobgarlikka tortish masalasini ko'tarmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil armiyasi hozirda qariyb 169 ming nafar faol harbiy xizmatchi va 465 ming nafar zaxiradagi askardan iborat. Ularning taxminan 8% 2 yoki undan ortiq fuqarolikka ega. 2023-yil 7-oktyabrdan boshlangan urush oqibatida esa G'azoda kamida 72 mingdan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra fuqarolarning chet davlatlari harbiy xizmatiga kirishi taqiqlangan. Jinoyat kodeksining 154-moddasiga muvofiq harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanish 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, 154-moddaning 1-qismiga binoan chet davlatlarning harbiy yoki shunga o'xshash tuzilmalarida xizmat qilgan shaxslar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Siz Isroil armiyasida qatnashayotgan Markaziy Osiyolik askarlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu orada AQShda taniqli siyosatchilardan biri tomonidan musulmonlarga nisbatan aytilgan haqoratli fikrlar jamoatchilik orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. AQSh vakillar palatasi a'zosi Isroilni ochiq qo'llab-quvvatlashi bilan tanilgan Randy Fine X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida keskin va kamsituvchi mazmundagi post joylashtirdi. U o'z bayonotida, agar bizni tanlov qilishga majbur qilishsa, itlar va musulmonlar o'rtasidagi tanlov qiyin bo'lmaydi deb yozgan. Mazkur fikr ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, AQSh va xalqaro miqyosdagi keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Ko'plab foydalanuvchilar, huquq faollari va diniy tashkilotlar bu bayonotni diniy manfaatni qo'zg'atuvchi, inson qadr-qimmatini kamsituvchi va konstitutsiyaviy tenglik tamoyillariga zid deb baholadi. Musulmon jamoalari vakillari va fuqarolik jamiyati faollari siyosatchining ushbu so'zlariga AQShda millionlab musulmonlarning sha'ni va e'tiqodini tahqirlash ekanini ta'kidlab, rasmiy uzr so'rashini hamda tegishli siyosiy va huquqiy choralar ko'rilishini talab qilmoqda. Ayrim faollar bu kabi bayonotlar jamiyatda adovat va bo'linishni kuchaytirishini, ayniqsa hozirgi keskin global vaziyatda bunday so'zlar yanada xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, bir qator siyosiy tahlilchilar bu holat AQSh siyosatida islomofobiya va nafrat nutqi muammosi hali ham dolzarbligicha qolayotganini ko'rsatishini ta'kidladi. Ularning fikricha, davlat arboblari ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlarida alohida mas'uliyat bilan yondashishi lozim. Chunki bunday so'zlar keng auditoriyaga ta'sir ko'rsatadi va real hayotda kamsitish holatlarining kuchayishiga olib kelishi mumkin. Hozircha siyosatchining o'zi mazkur bayonoti yuzasidan rasmiy izoh yoki uzr so'rash bilan chiqmagan. Biroq jamoatchilik bosimi kuchayib borayotgani sababli ushbu masala AQSh siyosiy muhitida yana bir bor keng muhokama markaziga aylanishi kutilmoqda. Albatta, siz Randy Fine'ning musulmonlarga nisbatan kamsituvchi gaplariga qanday qaraysiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Video ostidagi havola orqali ilovamizni yuklab oling, O'zbekiston va jahon xabarlaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'ling. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.